barchaga yaxshilik olib keladigan bu qilichdan qanday qilib yomon odam foydalanishi mumkin? Hali o'sha Chinxiao senmiding? Bu qanday bo'lishi mumkin? Sen axir Shahzoda Zixao, uni allaqachon o'ldi deb aytgandingiz-ku. Umuman kutmaganding-a? Sen nega har safar omon qolaverasan? Nima bo'lyapti o'zi? Huang Lao, biz bugun bir masalani sizga ogohlantirish uchun keldik. Har bir ish o'z vaqtida bo'lgani ma'qul. Nima ish ekan saylovdan ham muhimroq bo'lsa. To'g'ri. Bugun ushbu taqdirlashda buyuk Zixouning bo'lajak mazhab rahbarini aniqlanadigan kun va taklif etilmagan odamlar bu tadbirda ishtirok etishlari man etiladi va hattoki men sizlarni to'g'ridan to'g'ri o'ldirib yuborishga ham haqliman. Bu noshudlarni olib bir joyga qamanglar. Ishlar bitgandan keyin birma-bir hisob so'rayman. Shoshmang. Zixao oilasining rahbari sizning harakatlaringiz juda U to'g'ri aytyapti. Inyutsue bor gapni aytadigan bo'lsa, Zixao oilasi hokimiyati va bugungi tadbir kulga aylanadi. Bu nima deganing? bema'ni gaplarni qo'y. Qani bu yerdan yo'qoting bularni. Huang Lao, kecha kunda Zixao oilasi yerlarimizni xudolar ibodatxonasidagilarga sotib yuborganini aytmoqchiman. Nima? Zixushen ibodatxonasi? Yaponiya qo'shinlari bu Zixaoning dushmanlari-ku. Zixao, bu nimasi? Men siz bilan aloqasi juda ham yaxshi bo'lgan biznesda o'z martabasiga ega bir shaxsman va u Zixao gapni burma. Men-ku buni tan olaman, lekin fikrimcha Chunxiao mening taqdirlash marosimimni buzish uchun Zixushen ibodatxonasi tomonidan yuborilgan. U to'g'ri aytyapti. Huang Lao, biz buni ancha avval bilgan edik. Lekin sizni yuzingizdan jim turgandik xolos. Bitta oddiygina odam 3 daqiqa ichida qanday qilib rakun virusini yo'q qilib bera olardi. Uni ortida qandaydir kuchliroq odam borligini bilib turardim. Bularning hammasi bugun uchun rejalashtirilgan. Juda kulgili. Janob Zixao, buyuk Zixaoning mashhur shaxslaridan biri. Huang Lao, seni o'ylashingcha bu shaxsga ishonadimi yoki seni yoningda turgan mana bu noshudgami? Qani endi javob ber. Janob, bugun bu yerga kelganlarning hammasi men ushbu unvonni olishim uchun kelgan mehmonlardir. Nimadir bo'lsa kim javob beradi? Janob Zixaoning gapida jon bor. Chinxiao jazo sifatida shafqatsiz usullar bilan demondan tashqarida ko'plab monarxlarning o'limiga olib keldi. Ular seni o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsa qanday tirik qolding? To'g'ri, yaponlar omon qoldirmaydi. Yagona sabab bu jazo xudosining qotillarining qo'l ostidagi odamlaridir. Tezda uni qo'lga oling.